Hurmatli o'quvchilar, hozir tabiiy fandan sizlar bilan o'tilgan mavzuni mustahkamlash uchun bo'ladi, bo'lmaydi o'yinidan foydalanamiz. Buning uchun bu o'yin o'zi aslida jim o'yini, og'zingiz harakat qilmaydi. Faqat qo'llaringiz harakat qiladi xolos. Demak, men savollarni o'qiyman. Agar o'sha savol to'g'ri bo'lsa, qo'lingizni, bosh barmog'ingizni ko'rsatasiz. Ko'rsating. To'ppa-to'g'ri. Hop, agar noto'g'ri bo'lsa, qo'lingizni qanday ko'rsatar ekansiz? Mana shunday. O'yinga tayyormisizlar? Demak, o'qigansiz-a? O'tirgan mavzuyimizning nomi nima edi, Lolaxon? Suv zaxiralari. Suv zaxiralari. Barakalla. Demak, boshladik. Birinchi savol. Yer yuzidagi chuchuk suv miqdori okeanlardagi sho'r suvga qaraganda juda kam. Xo'p, barakalla. Keyingi savol. Chuchuk suvning asosiy zaxiralari dengizlarda, okeanlarda. Xo'p, shunda Jasmina noto'g'ri qildi, qolganlar to'g'ri qildi. Jasminaga 0. Keyingi savol. Charason shunaqa qildi, bunaqa qildi. Demak, Charason noto'g'ri qildi. Menga ko'rinib tursin unda. 3-savol. Yer osti suvlari yer ustiga buloq va jilg'a shaklida chiqadi. Barakalla, to'g'ri. 4-savol. Nima yozmoqchisiz? Bahorda tog'lardagi qorlar eriy boshlaganda daryolar to'lib oqmaydi. Barakalla. Faqat Muhammad noto'g'ri qildi. Demak, men mana shu o'y orqali kim o'qigan yoki o'qimagan ekanligini bilib olaman. Keyingi savol. Yozda ba'zi daryolar to'lib oqadi. Xo'p, hammangi bitta charos to'g'ri qildi. Chunki noto'g'ri. Barakalla. Xo'p, o'zingizga ballq qo'ying, qo'ymaydiganlar qo'ymaydi. Keyingi savol. Yozda ba'zi daryolar sayoz jilg'aga aylanadi. Barakalla, to'g'ri topdingiz. Keyingi savol. Suv ombori bu suv saqlash uchun mo'ljallangan tabiiy suv havzasi. Xo'p, demak, Lolaxon, Mohina charos to'g'ri qilishdi, qolganlar noto'g'ri qildingiz. Bu tabiiy suv havzasimi? Sun'iy edi. Xo'p, o'zingizga belgilab qo'ying. Keyingi savol eshitamiz.